Abbos aka, kelyapsizmi? Adam yo'lga chiqibdi. Majlisim cho'zilib qoldi, ozgina endi to'g'ri tushunasan. Voy. Voy ketdi. Xo'jayin keta olmaymiz. Nimaga? Zaryadka o'tiribdi. O'zimiz stansiyam bo'lib turib, men mashinani zaryadga qo'ymading. Men nima ketaman endi? Taksi chaqirib qo'yganman. Ey, tezlash, pasnaq turibman, otel. Ignizga kostyum shim kiymaganmisiz? Aychi. Ey, sekinroq yop, gap yangi mashin bu. Kostyumingizni dazmollab quritib olib boraman. Mashina spektor o'zimizniki. 1 soatda to'ldiradi. Shanxaylik hamkorlar bilan $1 million shartnoma tuzdik. Shunga kech qoldim, masalan, to'g'ri tushunasan. Ignizga nima balo kiyib oldingiz? Modan tushunmaysanmi? Avrsiz bu. Adajon qalla? Hozir kelib qolinglar. $1 million? Assalomu alaykum adajon. Tanishing bo'lib bo'lajak kuyovingiz Abbos Ismoilovich. Hoppala. Abbos aka, bular mana adamlar bo'ladilar. Bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bir bo'libdi ish.